Bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu yo'lda davom etayotgan edilar. Safarga chiqqanlar. Safar asnosida bir bog'ning daraxtining soyasiga soyalanib dam oldilar. Dam olayotgan vaqtlarida bog'ning bir qora tanli ishchisi bir kichkina xaltachada bir narsa olib keldida, u yoqroqdagi bir daraxt soyasiga o'tirib, xaltachadan non, kulchaga, kichkina kulchaga o'xshaydigan bir non. O'sha nonni bir tishladi. Yeyotgan vaqtida ko'zi bir itga tushdi, it. U ham o'ltiragan holatda, g'amgin holdan qolgan holatda o'sha qulga qarayotgan edi. Darrov qo'lidagi nonni itga uzatdi, tashlab yubordi. It haqiqatda och it ekan, darrov uni yeb bitirdi, tugatdi. U qul ikkinchi nonni bir tishlagan edi. Yana qarasa it o'sha qulga qarab turibdi. Ya'ni qorni to'ymagan. Ikkinchi nonni tashlab yubordi. Uni ham yeb bitirdi. Va qaradiki, shu asnoda yana it mo'ltiragan holatda qarab turibdi. Uchinchi nonini ham berdi. Shunda Abdulloh ibn Ja'far qulni oldiga bordilarda, birodar, sizni o'zi xaltachangizda 3 dona non bor ekan. Siz o'zingiz bog'ni ishchisiga o'xshaysiz. Chunki kiyimlari kir, ya'ni ishlaydigan dehqon ahvolda. Siz hamma nonlaringizni u itga berdingiz-ku deganda, ha dedi. Menga o'zi bog' rahbariyati tomonidan 3 ta kulcha beriladi. Ertalab, peshinga va kechga. Meni ovqatim shu. Siz unda hamma kundalik ovqatingizni u itga berdingizmi shu hisobda? Dedilar. U dediki, ha. Abdulloh ibn Ja'far hayron bo'ldilar. Nega bunday qildingiz? Deganlarida, bu diyorlarda men bu bog'ga ancha yillardan beri ishlayman. Bu joylarda it yo'q dedi. Ba'zida kelib qoladi. Men bilaman, bu it musofir it dedi. Bu joyning iti emas dedi bu. Chetdan kelgan. Daydi it. Men bugun ovqat yemasam, ertaga ham ovqat yeyveraman dedi. Ertaga shu nonlarni yeyveraman. Lekin bu it musofir it va qorni och. Men bugun yemasam, ertaga bir narsa bo'ladi inshaalloh dedi. Va men ovqatlarni bunga berdim dedi. Abdulloh ibn Ja'far hayron qoldilar. Qulni qilayotgan ishiga hayron qoldilar. Subhanalloh dedilar. Xo'p, men sizni tushundim dedilarda, bog'dan chiqdilar. Mohiyatni qarang. It musofir. Bugun o'zidagi bor narsani unga ulashyapti. Kim ulashyapti? Qul ulashyapti. Unda hech narsa yo'q. Bizda bor. Musofir oldimizdan o'tadi. Musofir bir manzilni so'rasa biz aytmaymiz. Yo'lni chetiga to'xtang birodar, mashinangizni to'xtating, uni ham to'xtating. Kerak bo'lsa siz uni manzilga etingda qaytib taksi bilan qaytib keling birodar. Musofir u, birodar. Musofirga bir narsa bering. U musofir boy bo'lsa ham musofirga zakot berish mumkin hatto. Ihson qiling. Unga bir chiroyli muomala qiling. Sizdan-ku na pul so'radi u, na ovqat so'radi. Birodar, bir manzilni unga chiroyli tushuntiring. Yoki mashinani to'xtatingda orqamdan hayda birodar. Men seni manzilingni, o'sha yo'lingni to'g'rilab, o'sha manzilgacha etaman deng. Hatto manzilni aytmayapmiz-ku biz bugun. O qul-ku bir musofir itga, u odam emas. Itga butun shu kunlik umumiy ehtiyojini o'shanga ravo ko'ryapti. Bugun musofir talabalar bor birodar, qaysi birimiz xabar oldik? Har kun keladi birodar, mana domla deydi, o'qish boshlandi. Kontrakt to'lovimizni to'la olmayapmiz, domla yordam qiling deydi. Yoki borib qarz olaylikmi, u qilaylikmi, qarzga bo'lsa ham yordam bering deyapti. Musofirlar. Ular kontrakt to'lovini bajarmayapti. Bu bajarish asnosida 20 kundan keyin havo sovuqlashib, ular yupun kiyimda qolishadi ular. Siz endi o'ylang, birodar. Sizni o'g'lingizni kontrakt to'lovlari to'langan. Kiyimlari but. Chunki orqasida tog'day otasi, onasi, bobosi, buvisi, aka-ukasi bor. Musofirlarni-chi?